Tashlab beringlar keyin. Buklanib qolmadimi? Sizlarni rasmga olish kerak, rosa chiroyli turib. Ha, yuzur yonib. Orqa tomoninglardan. Nimadirlar Rosa deyishyapti. chiroyli, orqanglardan olish kerak. Alloh o'zi sizdan rozi bo'lsin. Молодец. Sabrina o'zi nozik ekan, yana ham kichkina bola ekan. Nu-qa aytib bering. Buni mana uni aytib bering, главное. Avariya bo'lgan moment aytib bering. Shuni Авария hamma bo'lgan so'raydi. так страшно. Это так страшно. Yaqinroq o'tiring. Rебята, Keling. Aha. короче, Aytib bering. вот. Aytib beraman, endi Ozodapani odamlari bo'lsa-chi. Yo'q, farqi yo'q. Siz Ozodapani emas, ana rejissor aybdor-ku, rejissorni gapiring. Xalq U prosta. rejissor emasman deyapti, u operatorman deyapti. Rejissor kelmagan ekan, o'rniga operator rejissor ham bo'lgan Ha, ekan. hammasini podrobno aytib bering. Boshi birinchi kundan. Xo'p, birinchi kuni mana soat 10:30da, men uxladim. Men har doim obedgacha uxlayman. 10:30da telefon qilishdi, syomkaga chiqib bering dedi. Keyin men yo'q dedim. Chiqib bering dedi. Yo'q dedim. Keyin iltimos dedi, bitta sxemada chiqib bering dedi. Keyin aytdim, mayli, qatcha tashlang dedim. Ko'raman dedim. Uzoq bo'lsa bormayman dedim. Uzoq bo'lmasa boraman, ko'raman dedim. Ha. Keyin vaqatga tashib berdi, uzoq ekan. O'sha kuni meni pulim yo'q edi hatto cho'ntagimda. Keyin aytdim, uzoq ekan dedim, men bora olmayman dedim. Yangi O'zbekiston dedi. Ha. Keyin "Ama o'zim olib ketaman sizni" dedi. Oybek degan kasting direktori. Keyin yo'q dedim, men hech kimdan zor emasman-da. Unda olganda olib ketishga. Keyin onamdan pul oldim. Onam Surxondaryoda edi. Keyin 20 ming tashlab bering dedim. Men yo'lga yetmayapti pul dedim. Keyin xo'p dedi. Eshitdinglar, eng qo'rqinchli narsa. Xo'p, keyin tashlab berdilar pul. Endi uydan ketaman deyman, 5 ta kaltimiz bor zapasnoy. Eshikni yopaman, уже Yandex chaqirganman terib. Eshikni yopyapman. Yopilmayapti eshik. Xudoyim Da. qaytarganda. Eshikka kalit tushmagan, короче. 3 ta kalit tushmagan, короче. Yopilmagan eshik. Keyin yopilmadi eshik, 4-chisiga tushdi. Keyin bir o'ylayapman, nimaga bunaqa bo'ldi? Ketmasam. Oyog'ingiz ham tortmagan. Tortmagan oyog'im. Chunki men 3-4 marta, 5 marta atvet qildim-da. Keyin kelyapsanmi dedi-da, boryapman dedim. Keyin morgda mashinasini ko'rdim. Ana qabrga olib ketadigan. Yo'lda astag'firulloh. Kata falan nima dedi? Qabristonga olib ketadigan mashinani ko'ryapman, taksida o'ylanyapman, nimaga menga bunaqalar tushyapti dedim. Keyin o'tiraman syomkaga bordim. Qarasam, men tanimaydigan insonlar, ichidan 2tasi, hozir 3tasi tanishim. Qarasam, Ahad Qayum bor ekan. O'rtog'im aytayapti, Muhammad qara deyapti, akang deyapti. Mashina qo'y dedim-da. Nimaga meni? Men aytdim-da, nima kerak menga unaqa aka dedim. Nima qilib qo'ygan menga dedi. Endi to'g'risini aytaman-da, men tilim yomon. Ya'ni nima suqamar, ya'ni. Meni unga unaqa joyim yo'q. U menga anavi joyi bor, qaraydigan joyi bor. Realni men aytaman-da. Endi uzr lekin uzr. So'kkanim uchun mayli, lekin asabim buzildi-da. Akang dedi, menga qizig'i endi yo'q ekan. o'zini anaqalari bor. Holatimmi? Ha, o'zini situatsiyalar bor. Ahad Qayumni nimaga so'kayotganini. Keyin tushuntirib beradi. Tushunasizlar. Вот. Keyin bizani ajratib olishdi. Tam yevropeyskiy feyslar bilan o'zbekcha feyslarni. O'zbekcha syomkalarda shunaqa bo'ladi. Yevropeyskiy feyslar oldinda bo'ladi, o'zbekcha feyslar orqa fonda bo'ladi o'zbeklar. Keyin esa hop boshlandi, syomka boshlandi. Qizni oyog'ida keda edi, oyoq kiyimi. Bitta shofyor gelikni o'rgatdi qizga, haydashchi. Nimadirlar yozyapti. Ha, emotsiyada deyapti. Ha, emotsiyada deyapti. Keyin yurishni o'rgatdi-da, oldida shofyor bor edi. Yurdi, qaytdi. Keyin ana bor-ku operator Shuhrat Mavlonov. Aytdiki, nimaga qizni oyog'iga keda dedi, nimaga kabluk kiygizmadilaring dedi. Men kirmiyori yonida o'tirdim o'sha payti. Nima kerak ekan deyapman. O'zi bir arang haydayotgan bo'lsa, kichkina qizda. Nima kerak ekan deb o'ylanib o'tiribman, yaxshilikka bo'lsin deyapman. Krossovkasini yechtirib kabluk kiydirishgan, короче. Men munchada. O'zi bir yurishni bilmaydi, kablukka kiyganiga o'ylayman. U qiz minishni bilaman dedimi yo Ahad Qayum aytdimi? Ahad Qayum aytgan ekan, minishni biladi, javob degan ekan. Qizim nima degan? Xorazmgacha Nukusgami? Haydab olib borgan. Xorazmgacha meni olib borib kelgan. Ahad Qayumni u qiz mashinada olib borib kelgan. Shunday degan. Men sizlarga aytdimki, bir bolasi bo'lmasa, shtigorda quyruq nan qilaver deb. Keyin haqiqatlar ochiladi-da, chunki men yolg'on aytgan insonlarni yomon ko'raman. Men boricha aytayapman-da. Вот, keyin
Kabluk kiydi qiz. O'rgatyapti. Kablukdan tushishlari, o'sha joylari olinyapti. Bizani masofkani gelikni oldida, atrofida biz turamiz, gelik keladi. O'shanaqa holatlar qilyapti-da. Keyin men charchadim-da. Nimaga meni gelikni yonida qo'yapti? Faqat face qilib. Men tushunmayapman-da. Keyin men aytdim, meni oldimga keldi. Biz 3 kishi turuvdik. Muhammad o'rtog'im, yana bitta qiz bor edi. U hozir Rossiyaga ketdi, syomkani tashladi. Ana shu avariyadan keyin butunlay O'zbekistondan chiqib ketdi qiz. Bu holatdan keyin. Shu что yordam bermagan, sizga hech kim qaramaganidan. Strashno dedi вообще. Spravедливость yo'q deb syomkalar tashlab ketib Rossiyaga. Qiz edi. Keyin turuvdik keldi-da, Oybek degan Sabrina mana shu holatga masofkaga siz kerak ekansiz dedi. Men aytdim, nimaga men dedim, shuncha masofkada odam bor dedim. Mashinani oldidan o'tishgan. Da. Shuncha odam bor, nimaga men deyapman-da. Matrlar yozyapti-da. O'qimang, men o'qiyapman. O'qiyapsiz, qiziqyapman-da, so'kmoqman. Yo'q, bu yerda so'kmaydi hech kim, yaxshi odamlar. So'kdi hozir. So'ku u jinnilar. Yaxshi odamlar yaxshi gaplar yozadi. Ro'za kuni so'kayotgan odam normalniy odam bo'lmaydi. E'tibor bering, gapiravering. Keyin men oldin kelishdi, Sabrina mana shu joyga tushib bering dedi. Men aytdim, tushmayman dedim, отказ qildim. Yo tushib bering dedi, iltimos dedi. Keyin aytdim, shuncha masofada qiz bor dedim. Aynan men kerakmanmi dedim shu qizlarning ichida. Ha dedi, rejissor xohlayapti dedi. Rejissorni Shuhrat deb ko'rsatdi. Keyin boryapman, menga Derskirov mamlada, san deganda gapiryapti-da, men sinmaganda. Keyin ha dedim, nima qilishim kerak edi? Mashinadan yurib berasan dedi. Faqat yurib beramanmi dedim. Da dedi. Keyin oldimga ikkita bolani qo'ydi. Ana bitta bola qo'li singan bola bor. Ularni qo'ydi meni oldimga ikkita bolani. Keyin aytdi, birinchi ikkita bola yuradi dedi. Potom yo to'xtagin dedi, Sabrinani o'zi yuradi dedi. Vot. Keyin motor dedi. Motor degan bilaman, men chap tomonda turuvdim. Gelik o'ng tomonda edi. Menga aytishgani yo'q, hatto gelik yurishini. Keyin motor dedi. Vot men yurdim. Yurganim bilaman. Birinchi balonda o'tdim, ikkinchi balonda eshitdim. Tepalayotgani. O'sha yur degan qizga qaraganda eshitdim-da men. O'sha paytda endi qayralaman deganim meni chirpirab ketdi, balon tagiga aylanib. Necha marta o'tib ketdi mashina balon? Ikkita balon o'tdi. Ikkita balon o'tgandan yana orqaga ham qaytgan. Yo'q, qaytmabdi ekan, ko'rdim men. Ikkita balon o'tib ketgan. Baloni aylanib qolgan ustimga, qarochi. Ustiga qolib ketgan balon aylanib, qarochi. Keyin men baqirdim, skori chaqiringlar dedim. Ana operator shuna prosta qarab apparatlarni yig'ishtirib o'tirib, hech kim kelmadi oldimda. Ko'rdik, videoda ko'rdik. Ko'rdingizmi? Videosini ko'rdingizmi? Keyin yig'ishtirib o'tiribdi, keyin baqirdim-da, lekin ehtiyot qilinglar dedim, ta'sirdan qo'rqdim-da, sinib ketadi. Sinib ketibdi, hozir ham davolanmagan, sinib yotibdi men bitdim. Davola olishmagan lekin. To'g'rilashmagan bu narsa. Operatsiya payti to'g'rilanmagan. Pasim to'g'rilangan, orqa tomoni singan joy to'g'rilanmagan. Buni doktorlar aytishmagan. Endi doktorlarni hech narsa demayman, chunki qo'ldan kelguncha yordam berishdi. Qo'lidan kelgan nimani qilishdi? Qilishdi, hayotini saqlash uchun. Hali ham qonni to'xtatishdi. Buni o'ylaganki, sog' qolmaydi deb o'ylagan, o'lib qoladi deb o'ylashgan, qarochi. Rejissyorlar, operatorlar hammasi все, tamom o'lib qoladi, bosib yuboramiz deb o'ylashgan, qarochi. Keyin operatsiyadan nima shu avariyadan keyin siz chekkaga olib o'tishdi. Chekkaga o'rtog'im o'zimni istoriya ham ko'rsatdim. Men bola men bilan avariyada bor edi, Muhammad. O'sha oldida chekkaga o'tkazdi. Hattoki bilasiz. U qizchi, u qiz tushdimi mashinadan yoningizga keldi? Yo'q, tushmadi. Qarang, eshitib turing. Chekkaga o'tkazdi, atrofimga olgandan keyin qiz kelyapti. Kechirasiz, bosaverdim deyapti-da. Kulib kelgan. Men prosta mamda turibman-da, shu deyapman-da, gaplashib o'tiribman-da. Suv ko'rayapman-da. Emotsiyamni tushuntira olmayman. Bu yerda adrenalin bo'ldi-da. Mashina turibman-da. Nima deyapsan? Siz shokovый состоянияda. Sostoyaniyada turibman, qiz kulib kechirasiz, bosib yubordi. Hali shokovый состояние bo'ladi-yu, biror joyda kesib yorsa, og'riqni sezmaydi, shok bo'lib qolgan. Ashaqa состоянияda. Lekin gaplashyapman odamlar bilan. Skori chaqiringlar deb baqirdim. Skori chaqirgan ekan, bir marta adashgan ekan, boshqa joyga chaqirib qo'yibdi. O'rtog'im ketdi. Общий ne soatda keldi skori? 1 soat. 1 soatda kelgan skori, 1 soatdan. Agar o'zlari mashina olib ketsa ham yaxshi bo'lardi. Agar olib ketganida qon ketmasdi. Juda ham qon ko'p ketgan, qarochi. Skoriga o'tirgandan keyin bu qiz aytganki, men qon ketyapti, ichki qon ketyapti desa, yo'q, qon ketmayapti debdi. Keyin aytib ochib ko'ring dedi. Real aytdim-da, ochib ko'ring ketyapti desam, biz sizni 16 ga olib ketmoqchimiz dedi. "Ya" dedim.
16 ga olib ketishmoqchi, u boshqa больницаga, hali travma bilan shug'ullanmaydigan, ha? 16-chi, yo'q, Prosta shoshilinch yordamga olib ketishayotganiga, keyin aytgandan keyin ichimda qon ketyapti degandan keyin 4-больницаga olib ketishgan. 4-больницada gaplashdi, shtobi tezroq borish uchun. Keyin o'ta tayyorlab turishdi. Endi eshitinglar dalshi. Keyin boryapmiz, narsalar qon bo'lib yotibdi, uje olib boryapti. Uzi qilishdi, rentgen qilishdi, joylar qon bo'lib ketyapti. Polni qon va shi to'xtamayapti. Keyin mendan so'rayotgan narsa, nechinchi yilsiz, qachon tug'ilgansiz, ismingiz nima? Og'riq уже boshlanyapti, shokoviy состояние ketyapti, chidolmayapti og'riqqa. Bundan har bitta doktor so'rayapti. Nechinchi yilsiz? Qayerda tug'ilgansiz? Siz shu yerda tug'ilgansiz? Biz ishonmayapmiz, yana bir marta ayting deb har bitta doktor so'rab yotdi, bu og'riqqa chidolmayapti. O'sha chidolmagandan baqirib yorgan, "Dod!" deb. Ayt bering. Yotchi больницаga yotkazishdi, operatsiya qildi. Xo'p. Keyin qanchada oyoqqa rentgen urdi, hozir rentgendan keyin ukol urishdi, anesteziya, oyog'imga urishdi, ikkita oyog'imga, tomirimga urishdi, keyin undan keyin uxladim. Soat 11:30 da chiqdim, 11:30-12 ga yaqin. Ertasi kuni. Yo'q, kechasi. Soat 2:30 ga kirib ketganman. Obedda 2:30 da 11 da turgansiz. 11:30 ga turganman kechasi. Soat 4 ga o'rtog'im aytishicha qon yugurishgan, qon topish bo'yicha. Qon yetmagan. 3,5 litr qon ketgan. Undan keyin 9 soat bo'lgan bechoralar bunday qilgan, unday qilgan, to'g'rilashgan. 4-больница. Больницаdan qancha vaqtdan keyin chiqdingiz? Больницаdan keyin 16 kundan keyin, yo'q, 2 kun reanimatsiyaga yotdim. Obshi 18 kundan keyin chiqdim. Rejissyor, urib yuborgan qiz, Ahad Qayyumdan kimlar keldi больницаga? Больницада, xo'p, birinchi kuni reanimatsiyaga chiqqan kunim oyim keldi, keyin Jasur degan bola bor edi. Yo'q, ana urib ketganlardan, aybdorlardan kim keldi? Hech kim kelmadi. Reanimatsiyaga yotgan paytim kelishmadi. Men u qiz ham kelmabdi, onasi ham kelmadi reanimatsiyaga. Bo'pshi kelgan yo'q. Palataga o'tgan. U qizni bedniy ko'rsatganini ayting o'zini. Uyim yo'q, mashinam yo'q, hech bolam yo'q. Palataga o'tgandan keyin ko'rgani kelganda mashina 2 kunmi, necha kun? 3 kunmi? Ikkinchi, uchinchi kuni. Baldik. Короче, u qiz urib yuborgan qiz, короче, hech bolamiz yo'q, mashinamiz yo'q, uyimiz ham yo'q, gadoymiz deb mashinani chekkaroqqa qo'yishib, oynadan qarab turishsa, yugurib borib mashinaga o'tirib qochib ketishibdi. Ujas. Keyin 3-kuni keldi qiz. Assalomu alaykum, opa, men haydashni bilmayman. Ey sen bilmasang. Ular majburladi dedimi? Ular majburladi, o'rgatdi dedi. O'zing o'tir rolga dedi. Yonida odam qo'yish kerakmidi обычно? Bor edi, odam olib tashladi-yu. Yo'q, olib tashlash dedimi? Bilmayman, uni eshitmadim, odam bor edi lekin. Keyin qizni o'zini o'tirg'izdi, haydattirdi. Ahad Qayyum haromi. Shunday bo'lsa kerak. Ahad Qayyum kelib oldimga gapirdi, o'zgarib ketsan, Yevropisda dedim. Keyin Bor yo'qoldi. Kezzallar. Aptini qara tursigimi hech aytmayman deng. Urrotgan. Vyetnamga yosh qizlarga, yaxshimisan? Mana sassiq cho'chog'imni tiqmoqchi edim-da deb yopisharkan hamma qizlarga. O'shuncha bu qiz yomon ko'rar ekan uni. Harom. Voy, izvinite. Uyatga gap kichkina qiz oldida gapirib, men achchig'im chiqib ketdi. Keyin harom edis. Больницаdan uyga qachon chiqdingiz? Qanchaga yotdingiz? Yo'q, общий qancha yotdingiz больницada? 18 kun yotdim, uni ham eshiting. Oxirgi to'lov kelganda hamshiralar bordi, hammasini. Rosa aytamiz, Ahadga qilsak, Ahad Dilmurodga yo'llaydi, Dilmurod esa Ahadga yo'llaydi-da. To'laylar desak. Men uxlab больницаning pulini to'lash kerak. Ko'rdinglarmi, bir-biriga to'ngab yurishavergan. U to'laydi, bu to'laydi, Ahad to'yaydi, Dilmurod to'laydi deb qilib qochib yurishavergan, короче, hammasi. Keyin onam aytdi, hozir uzun bankdan olib qarz olaman dedi. Hozir to'layman dedi. Bittang ham kelma keyin dedi. Men oldimga dedi. Ariza yozib bersin. Otangga bor, onangga bor, boshlaringmi? Qo'l qo'yib kelishga bittang ham kelmadi. Keyin nima? Ahad rejissyorlar общий mana $500 berishgan, to'g'rimi? $200, 3 million. Ha, shunday. Yetganmi? Mesestralarga, hamma yo'qqa. Uni Ahad Qayyum to'lagan. Men aytaman to'g'risini, Ahad Qayyum kelib yurdi. Dilmurodda o'zi aytdi, Ahad to'laydi hammasini dedi. Ahadga buyuravering dedi. Lekin Ahad keldi. U 3 million bilan 200 ni o'zida to'ladi. O'zi yo'q, kelib yurganida ana uni aytibdi. Bansaga faqat Ahadni keyin ana Perivaska bor, Perivaskalarni Mesestrani yollagan Ahad Qayyum, короче, Perivaskaga doktor qiz yollagan. Nech kun kelgan o'g'iz примерно? Примерно shu dekabrgacha kelmadi-yu. Yo'q, nech kun kelib yurdi?
Endi uni esimda yo'q. 18 kun, 20 kun примерно. Shu bitgan o'chada yarim. Ha, kelib yurgan, keyin u qizdan bilishsa, u qiz даже rahmi kelib bu qizga besplatno kelib yurgan. Aytmagan ham. Axat to'lamay qo'ygan, короче, yarmiga kelganda. Keyin pul bersa, keyin nima debdi? Men sizga pul berdim-ku desa, qarzingizga oldim. Men necha marta chiqib berdim, pul tashlamaysiz-ku deganda, shu uchun. Abaldi. Keyin menga tuhmat qilyapti deb qiz kelmadi. Ha, ужас. Keyin qolganini onasi перевязка qilgan o'zi. Davletda operator, rejissyorlar Kolyaskani hamma qiziqayotganda aytgancha, kolyaskani aytib bersin. Ayting kolyaskani. Kolyaskani eshitdinglar. Ozdobada причем ular rejissyorlar qilgan. Rejissyor emas, odam qilgan admini. Adminini gapiring как раз. O'rsangiz yana jon. Adminini yo'q. Ozdobda здесь тут ни при чем. Aytibdi Ozdobda даже bilmaganman ham deb. Admini Dilmurodni gapiring. Da, qoldislari ham bor. Ha, ayting. Kolyaskani ayting. Endi keldi, kolyaska deb so'radi. Bilsin hamma. Keldi-da, keyin kolyaska so'radik. Hozir gaplashib beraman dedi. Vaqtga telefon qildi. Telefon qildi-da, bitta qiz bor dedi, onasi bilan yashaydi dedi. Ha. Keyin rasmga oldi, videoga oldi-da atrofda. Men bularni mana olib berdim, men bu bizdan dedi. Ehsonchilarga telefon qilib aytyapti. Ehsonchilarga telefon. O'zlari olib kelib bermayapti. Dilmurod o'zi emas, ehsonchilarga yordam beradi-yu, qiynalgan oilalarga. O'shalarga telefon qilib ulardan so'rayapti kolyaska. Sizlar ham yordam berayotlar, bu oilaga qiylangan oila ekan, biz yordam beryapmiz deb. Ozdopani aldab yurganda, просто jahlim chiqqani. Ha, Ozdopaga aytganki, hammasi yaxshi deb aldab yurishavergan u Dilmurod. Keyin kolyaska olib keldimi itoq? Yo'q. Olib kelmadi shu bilan kolyaska. Bir oy o'tibmi? Bir oy o'tib qildimi? Yo, ana kichkina kolyaska-chi, детский kolyaska. Uni Ahad Qayum olib keldi. Ahad Qayum Musurdan детский kolyaska olib kelgan. Hali kichkina bolalarning kolyaskasi bor-ku. Oyog'i singan kolyaska olib kelgan, короче, Ahad Qayum. Oyog'i singan, vaqf olib kelibdi, zo'r bo'lmagan. Eski. Eski bo'lgan. Короче, ikkinchi olib kelib bergan kim u? Kim? Vaqf. Ha. Vaqf, yo'q, vaqf olib kelmagan. Kim olib kelgan? O'sha Ahadda o'zi olib kelgan. Ahad olib kelgan kolyaska eski birovni ishlatilgan kolyaskasini olib kelgan. Qabul qilmadi, kerak emas. Prosta men hozir kulib gapirayotganimman, bu narsani yig'lab yotganman deb, o'sha o'zimga kelganman, shu uchun kulyapman. Faqat endi bilmayman, operatsiyadan chiqamanmi yo'qmi, prosta haqiqatni aytay deyapman-da. Yaxshi Uni niyat. yaxshi niyat qiling. Bu mana aytayapti-yu, представитель aytayapti-yu, u og'ir operatsiya emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jinni ketdi narsalarni o'ylamang. Hammasi go'zallikda bo'ladi. Hali bu yerga kelib rasmga olaman degansiz meni. To'g'rimi? Aytganman endi prosta. Odam Hech ham unaqa yomon narsalarni o'ylamang. Og'ir operatsiya emas ekan. Hali vahshiylarcha ko'rsatgan operatsiya emas ekan. Fotoğraf çekebilir miyim? Da, Kek sizin de yani fotoğrafı. voy, bu qiz anaqa tura olmaydi. Bu gece TikTok. Ha, xuddi shu qiz. Keling, o'zim turaman. O'zim turaman. Xo'p, nima deyapti? O'shaning uchun duo qiling. Sabina Salim yaxshi bo'lib ketasiz. Oy, o'zi ham. Men 5 filtrlarman. Yaxshi bo'ling, hammasi rahmat kattakon. Rahmat. Sabrina ilohim, farzand bo'ling, qiz bo'ling, rahmat. Alloh shifo bersin. Muzika ham o'zi ham ketyapti, g'amgin bu. Shu muzika Yuragimiz siqyapti, yig'lab. ko'zim yoshga to'lyapti muzikaga. Yaxshi bo'lib ketadi Sabrina, nasib. Suvda bo'yiga